Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistonda 10 nafar kadr atalmış qari kuchlar va razillikka mudofaa qilib bo'lganda tutqun qilindi. Amerikaning muavin prezidenti Pence Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining mas'ullari bilan Uyg'ur masalasini muzokara qildi. Trump bilan Xi Jinping Yaponiyada ko'rishdi. Xabarlarimizning oxirida Uyg'urning bo'shki va bo'shk madaniyati haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xabarida Sharq Turkistonda keng ko'lamli qari kuchlar va razillikka zarba berish harakatida 10 nafar kadr qari kuchlarning mudofaa qalqini bo'lgan deb ayblanib tutqun qilingan. Xitoy hukumatı 2019-yilning 5-ida qari kuchlar va razillikka zarba berish nomida yangi siyosiy harakat qo'zg'ab, Sharq Turkistonning har qaysi yezi qishloqlarga kengaytgan bo'lib, mazkur harakat ijtimoiy qilmishlarga qaratilganda qismi, lekin uning yerlik xalq ichidagi diniy va siyosiy xohishlarga zarba berishni o'z ichiga olganligi ma'lum bo'lgan edi. Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish va reviziya komitetining e'lon qilishicha, bu 10 kishi qari kuchlar va razillikka zarba berish harakatida ularga mudofaa qalqini bo'lgan deb ayblanib tutqun qilingan kadrlarning ichidagi tipik 10 dilo ekan. Lekin Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish va reviziya komiteti hozirgacha zodi qancha kadrning shu sababli tutqun qilinganligini e'lon qilmagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, tutqunlarning oz deganda 4 nafar Uyg'ur, qolgani Xitoy bo'lib, ularning hammasi partiyadan qo'g'lab chiqarilib, vazifasidan qoldirilib, Xitoy adliya organlarining bartaraf qilishiga topshirilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Sharq Turkistonning har qaysi yezi qishloqlarda fuqarolar qari kuchlar va razillikka mudofaa qalqini bo'lgan deb hisoblagan yerlik kadrlarni pash qilishga tashkillanmoqda ekan. Avat noyisining Bag'to'g'roq yezisi Qaragurja kenti bu harakatni eng shiddatli elib berayotgan kentlarning biri bo'lib, Aqsu gezitining bildirishicha, mazkur kentda dushmanga g'azab nafrat yog'dirish, hamma odam zarba berishda quyuq kayfiyat shakllantirilib, ammo qari razil kuchlarga oid jinoiy qilmishlarni pash qilishga safarbar qilingan ekan. Lekin kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoy hukumatı ta'kidlayotgan qari razil kuchlar degan bu so'z intayin mujmal bir hukm bo'lib, u texmi ko'p kishining tutqun qilinishi, lagerlarga qamilishi yoki kesilishini keltirib chiqaradi ekan. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence 10-may kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining mas'ullarini qabul qilib, Uyg'ur va Rohingya musulmonlarining masalasini muzokara qildi. Muzokaraga Amerika prezidentining davlat xavfsizlik maslahatchisi, bosh elchisi John Bolton qatnashdi. Muavin prezident Pence 10-may kuni Twitterda e'lon qilgan uchurda diniy erkinlik komitetining Rohingya va Uyg'ur musulmonlarining taqdirini alohida eskartganligiga rahmat aytib, Trump hukumatining har vaqt diniy erkinlik uchun kurash qiladiganligini bildirgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining shu kuni e'lon qilgan xabarda qayd qilinishicha, yig'inda mazkur komitetining yaqinda e'lon qilingan 2019-yillik doklati va uningda o'tirib qo'yilgan taklif fikrlar muzokara qilingan. Shundaqla Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti bayonot e'lon qilib, hukumatning Uyg'ur masalasini Amerika Xitoy so'z suhbati bilan birlashtirishni talab qilib, Xitoy hukumatining Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmonlardan 3 milliondek kishini tutqun qilganligi, xalqning hayoti va erkinligi o'z hukumatining hujumiga uchrayotgan ahvolda biz diniy erkinlik va kishilik huquqni uning kun tartibiga olib kelishimiz kerak degan. Mazkur komiteti ilgari e'lon qilgan yillik dokladida Amerika hukumatiga Xitoyni diniy erkinlikni alohida kuzatadigan davlatlar tizimiga kirgizishni, Chinchuango qatorliq Xitoy amaldorlariga jazo qo'yishni talab qilgan edi. Lekin Xalqaro diniy erkinlik komitetining yig'in haqidagi xabarida Mike Pencening yuqori taklifga qanday inkos qaytarganligi tilga olinmagan. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Yaponiyada chaqirilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida ko'rish ehtimolligining borligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning iqtisodiy ishlar maslahatchisi Larry Kudlow nopusliq Fox News televiziya kanaliga bergan bayonotida 28-iyun Yaponiya Osaka shahrida chaqirilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida prezidenti Trumpning Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishishining kuchilayotganligini eskartish bilan birga ikki davlat o'rtasidagi savdo muzokaralarining davomlashayotganligini ta'kidlab, Yaponiyada chaqirilgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Trump bilan Xi Jinpingning bir yerga jam bo'lish ehtimolli yuqori degan. Amerika Xitoy hay'ati bilan elib berayotgan muzokaralarda nihoyat oz unum hosil qilayotganligini sabab ko'rsatib, 200 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlaridan elinayotgan 10% lik tamojna bejining 25% ga chiqarilganligini uqtirgan. O vaqtlar xos aramga, rohat makon degan ma'nolarga ega bo'shuk qadimki davrlardan tortibla Uyg'ur xalqimizning bola tarbiyalashida muhim o'rin tutgan. Bo'shikning oddiy va yutkab ishlatishga aplikligidan qaraganda, xalqimizning qadimgi davrdala bo'shik ishlatishi xil umumlashganligi ma'lum.
Turmuşimizdagi böşüklərning türi ko'p. Nusxalari har xil bo'lib, kundalik turmushda umumlashganlari xon toji, sanam, qo'l sanam, qirma, agma, navo, anarchi böşük, mehrab nusxaliq böşük qatorliq 10 xildan oshadi. Odatda an'anaviy böşüklar o'xshashli yerlik yog'och materiallardan yasaladi. Böşüklərning uzunluğu odatda 85 santidan 95 santimetrgacha, kengligi 40 santimetr, egizligi 50 santimetrdan 60 santimetrgacha bo'ladi. Qurilmasi asosan shal, tiz, chetiq, qo'za, nacha, tangla qatorliqlardan tashkil topadi. Böşükning ko'rkamligini oshirish uchun qirg'ida olma, anar, qapoq, muncha qatorliq shakllar chiqarilib, stereolik ko'rinish hosil qilinadi. Böşük yana bir yurish böşük jabduqlari, ya'ni uda, yostiq, shildirshap, yo'gak, zaka, chambarak, jak, shumak, cho'rak, tizliq, o'shiqliq, kasha, yuz yapqu qatorliqlar hozirlanadi. Onalarimizning böşükning xosiyati haqidagi bayonlari va meditsina ilmining böşükning bola tarbiyalashdagi ilmiylik haqidagi bayonlariga asosan böşükning rolini mundaq bir necha nuqtadan ko'rib olg'ili bo'ladi. Birinchi, böşük balalarning badan qurilmasini kichikidan boshlab o'lchamli yetiltirishga foydali. Böşükti cho'ng bo'lgan balalarda odatda doqa, dok, to'xu to'sh, ichmaymoq, tashmaymoq, singa so'ngach, mo'rillari egizpas, bo'yni maytoq, pachak paqalchoqlari nol shakllik bo'lib qolishdek alomatlar ko'rilmaydi. Ikkinchi, böşükka bo'lingan balada osonlikcha o'pis shamoldab qoladigan, eg'ir yo'tiladigan, zukam bo'ladigan ahvollar bo'lmaydi. Uchinchi, böşük jabduqlari qarallik obdatga qoqilib, quruq ham issiq saqlanganlik uchun bu vaqtlarda to'la siyib suydi kiyib yetadigan, angiz eshib ketadigan, qag'ishlik qiladigan ahvollar ko'rilmaydi. To'rtinchi, uyqu bu vaqt uchun eng cho'ng arom elish, huzurlanishdir. Har xil ehtiyoj qondirilsa-mu, uyqusini topolmay to'la yig'laydigan bu vaqtlar böşükka bo'linsa, allay naqsiz siliq tavirtib berilsa, osonlik uxlab qoladi. 5. Böşükni larzan tavirtish bu vaqtni uxultishdan boshqa, bu vaqt badanidagi bo'g'im o'gilarni, muskullarni g'idiqlab, ulardagi qon aylanishini yaxshilashga foydali. Aql parosatlik ajdodlarimizning mo'l tibbiy bilimi, ilmiy tajribasi bilan böşüklar nihoyat ilmiy asosda loyihalangan. Balaning mengiz chayqalib ketmaslik uchun yo'rg'i chiqarilgan. Hozir shariklik asma shaklda yasalmoqda. Folklor madaniyatimizning namunalaridan biri bo'lgan böşüklarimiz loyihalanishi ilmiy, material manbasi tabiiy ham ko'p, tannarxi to'van, bahosi arzon, ishlatishga aplik, foydalanish qimmati yuqori, hunar san'atlik bo'lishdek alohidaligi bilan milliy xoslikni namoyon qiladi. Xalqimiz azaldan böşükni etinik turmushining bir qismi deb ulug'lag'ashqa, bu vaqtni böşükka bo'lib beqish odati bir xil etinik udum sifatida davomlashib keldi. Bu etinik turmush odatimiz bir tarafdan meditsina ilmining bu vaqtlarni sog'lom cho'ng qilish prinsipiga uyg'un kelsa, yana bir jihatdan xalqimizning turmush odatiga mos kelganligi bilan tarixdan buyon o'z qadr-qimmatini saqlab kelmoqda. İşinimizki uzoq tarixqa shalliq milliy an'anaga, o'zgacha etinik turmush xosligiga ega böşük madaniyatimizning istiqboli texmo parlaq. O davr melodiyasiga jo'r holda texmo ilg'or, texmo jazbdorlik ega bo'lib, kelajak egillarini texmo sog'lom tarbiyalashda o'z rolini unumli joriy qildirg'usi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.